Hozirgi vaziyatda, ya'ni o'sha zapret dvorenasi yo'qlarni ham kiritgani qo'ymayotgan holatlar bo'lyapti-da hozir. QR kod olganlarning hammasi aniq Rossiyaga kiritiladimi? Qonunlar hamma vaqt ham amalda qonunda qanday yozilgan bo'lsa shunday ishlamaydi. Aynan hozir shu kecha kunduzda migratsiya qonunlari shunaqa bo'lyapti. Naimjon aka, qanday holatlarda zapret va выдворениyalarni, deportlarni bekor qilsa bo'ladi? Chunki bugungi kundagi muhojirlarning asosiy muammolari til bilmaslikdan kelib chiqyapti. MVDni ma'lumot berishiga qaraganda 21 mingdan oshiq aka-ukalarimiz patentlari annulировать bo'lgan, kuygan. Bunga sabab nima bo'lgan aka? Bu bola Tojikistondan kelib aeroportda tushganda aeroportdan olib ketib qolish. Keyin aka, biz shunaqa narsalarni eshityapmiz. Sentyabrdan nima o'zgarishlar bo'ladi? Registratsiya, patent tartibi Moskva, Moskovskiy oblast bitta bo'ladi deyishyapti. Bo'lishi ham mumkin, shu reyestrdan chiqmasdan kirdi-chiqdi qilaman deb qaytib kirayotganda kirolmay qolishi ham mumkinmi? Asosiy sabab qilib ko'rsatilayotgan narsa bu o'sha 2 oy ichida ishga joylashganlik haqida UEDMDni topshirmaslik bo'lyapti. Keyin undan tashqari aka, ko'pchilik aka-ukalarimiz ba'zi bir sabablarga ko'ra MVD выдворение qilyapti. Shuni 10 kun ichida обратно обжаловаться qilsa bo'ladimi yoki уже kech bo'ladimi? Ya'ni hamma politsiya xodimlari ham o'sha migratsiya qonunchiligini yaxshi tushunmaydi. Misol uchun registratsiya qilmagan odamga 109-federal qonunni buzdi deb ayblov qo'ymaydi, 115-federal qonunni buzdi deb ayblov qo'yadi. Shu joyga ham e'tibor beringlar. Firma sizlarni nomlaringizdan, patent olganlaringizdan keyin o'damlarni yubordimi? O'zinglar ham yuborishga harakat qilinglar. Ne to, что harakat qilish kerak bu ishda. U kishi Rossiyada noqonuniy yurib shtraf to'lagan bo'lsa, bitta shtraf to'ladimi, o'sha oldin qilgan narushinasi o'sha shtraf bilan yopiladi va u oldin yurgan noqonuniy yurganligi uchun hech kimga jazo qo'llay olmaydi. Assalomu alaykum qora ko'zlarim, yaxshimisizlar? Tinchmisizlar? Charchamay yuribsizlarmi? Sizlar bilan har doimgidek men Doniyor, siz Doniyor Fayz kanaldasiz. Bugun va'da qilganimizdek Naimjon yurist akamiz bilan migrantlar, ya'ni musofirda yurgan aka-uka opa-singillarimizning savollariga javob beramiz. Reyestr o'zi nima? Reyestrga kimlar tushadi? Undan qanday chiqish kerak? QR kod qanday qilinadi? Bizni nima yangiliklar kutyapti? Chegaradan odamlarni nimaga qaytaryapti? Nimaga aka-ukalarimiz kira olishmayapti? Mana shunga o'xshash sizlar qoldirgan savollaringizga birin-ketin javob berib ketaveramiz. Assalomu alaykum aka, kanalimizga xush kelibsiz. O'zingizni tanishtirib o'ting aka-ukalarimizga. Xo'p, mening ismim Naimjon Davlatov. Moskvada musofirlarga yuridik xizmat ko'rsatamiz va hozirgi kunda Adil Group yuridik kompaniyasi asoschisiman. Ya'ni kengayib endi kompaniya bo'lib turib, ko'pchillashib jamoamiz bilan muhojirlarga xizmat qilishni niyat qilganmiz va xizmat qilyapmiz hozirgi kunda. Bo'lmasa, sразу maqsadga o'tsak, savollarni berib boshlasam va siz javob berib ketaverasiz birin-ketin. Birinchi savolim shundan iboratki, reyestr o'zi nima va unga kimlar kiritiladi? Xo'p, reyestr bu to'g'ridan to'g'ri olib aytadigan bo'lsak, qisqa qilib bu Rossiyada noqonuniy yurgan muhojirlarning ro'yxati. Bu noqonuniy bo'lib qolishlik, bu patent annulировать bo'lgan bo'lishi mumkin, РВПС, видно жительствоsi yoki гражданствоsi bekor qilingan bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa Rossiyaga kelgandan keyin 3 oydan ko'p yurgan bo'lsa patent olmasdan ularda yoki bo'lmasa studentlar o'qishdan haydalgan bo'lsa, shular ya'ni hujjatlari yo'q insonlar bu nimaga reyestrga kiritiladi. Ko'pchilik zapretlarni ham reyestrdan tekshirmoqchi bo'ladi, zapreti bor yo'qligini. Buni zapretga aloqasi yo'q. Ya'ni zapreti bor bo'lsa ham, yo'q bo'lsa ham faqatgina bu Rossiyada yurganlarga taalluqli. Xo'sh, reyestrga tushgandan keyin qanaqa cheklovlar qo'yiladi? Endi hozirgi paytda o'sha 1126 prezident qarori amal qilib turganligi sababli faqatgina asosiy cheklov bu bank kartalari blokировка bo'lishi bo'lyapti. Va boshqa ko'rilishi kerak bo'lgan choralar hozircha ko'rilmayapti. Ya'ni amalda asosan hozir faqat bank kartalari blokировка bo'lyapti. Va asosiy ikkinchi muammo bu o'sha ish beruvchilar ishga qabul qilishmayapti. Xo'sh, ba'zi bir aka-ukalarimiz dokumentlari bor, lekin reyestrga tushib qolishgan. Ular qanday chiqsa bo'ladi? Endi o'zi reyestrga tushish va chiqish bu avtomatik tarzda bo'lishi kerak. Ya'ni o'sha qonunda aytaylik ko'zda tutilgan maqsad o'zi shu edi. Ya'ni kimnidir hujjati tugab qolsa, u avtomatik tarzda reyestrga tushishi kerak va qachon hujjat olsa, u avtomatik tarzda o'zi reyestrdan chiqishi kerak edi. Afsuski, bu o'sha boshqa ba'zilarga bo'layotgan muammodan kelib chiqib, hozir o'sha reyestrda kirish chiqish muammosi ham ya'ni to'g'ri ishlamayapti. Ya'ni ba'zi hujjati borlar
reyestrga tushib qolyapti, ba'zi hujjati yo'qlar reyestrga haligacha kiritilmagan, shunaqa muammolar bor. Endi agar hamma hujjatlari bo'lib turib, agar reyestrga tushib qolgan bo'lsa, unda o'sha registratsiyasi qaysi rayon migratsiya bo'limiga qilingan bo'lsa, o'sha migratsiya bo'limiga ariza bilan murojaat qilish kerak, ular reyestrdan chiqarishadi. Agar aytaylik o'sha reyestrdan chiqarishga o'sha rayon OVMlari yordam berishmasa, ya'ni chiqarishmasa, bizga murojaat qilsa bo'lsadi, biz ular do'stdan jalba yozib, shikoyat yozib, reyestrdan chiqarib berishimiz mumkin. Xo'sh, aka, ukaz 1126 bo'yicha kimlar patent qilsa bo'ladi yoki lutshi gransiyaga kirdi chiqdi qilgan ma'qulmi? Nima deb o'ylaysiz? Endi ukaz bo'yicha Rossiyada yurgan noqonuniy muhojirlarni ikki qismga bo'lib olsak bo'ladi. Ya'ni aniq ma'lumot berish uchun. Birinchisi, Rossiyada shunchaki hujjati tugab qolganlar. Ikkinchisi, Rossiyada zapret yoki vidvarina bo'lgan, уже, ya'ni haligacha Rossiyaga yuribdi. Ya'ni prezident qarori o'sha aytaylik yanvar oyidan amal qilayotgan bo'lsa-da, haligacha muhojirlar o'rtasida tushunmovchiliklar bor. Ya'ni ba'zi vidvarinasi bor, zapreti borlar ham patent qilishga urinmoqchi bo'lishyapti, olishmoqchi bo'lishyapti. Bu noto'g'ri. Ya'ni zapret vidvarinasi yo'qlargina prezident qaroridan foydalanib turib, aytaylik legalizatsiya qilishi mumkin. Agar zapret vidvarinasi bor bo'lsa, ularni legalizatsiya qilmaydi. Ya'ni ular patent ola olmaydi. Bu ikkinchi masala, bu o'sha shtraf to'lab legalizatsiya qilgan ma'qulmi yoki bo'lmasa garantiya borib kelgan ma'qul degan savol. Biz agar oldin shtraf olmagan bo'lsa, ya'ni oldin bitta yo ikkita shtraf olgan bo'lmasa, yaxshisi shtraf to'lab legalizatsiya qilgani ma'qul. Sababi nimada? Sababi shundaki, qonunchilikda shunday tartib bor. Bir marta qilingan narusheniya uchun ikki marta jazolash mumkin emas. Ya'niki bu kishi Rossiyada noqonuniy yurib shtraf to'lagan bo'lsa, bitta shtraf to'ladimi, o'sha oldin qilgan narushenasi o'sha shtraf bilan yopiladi va u oldin yurgan noqonuniy yurganligi uchun hech kimga jazo qo'llay olmaydi. Garantiya borib kelganda, garantiya borib kelib legalizatsiya qilishi mumkin, lekin oldin qilgan o'sha noqonuniy yurgan u, misol uchun to garantiya borib kelguncha, ana o'sha noqonuniy yurganligi uchun zapret qo'yib qo'yish ehtimoli bor. Ikkinchidan, bu gransiya borishni maslahat bermasligimizning sababi gransiyadan kirish muammo bo'lyapti. Ya'ni hech kim o'sha gransiyadan aytaylik ko'ngli to'q qaytib kelaman degan aytaylik nima yo'q, ishonch yo'q. Ya'ni gransiyada tekshirib ba'zilarida sababsiz qaytarishgan holatlar bo'lyapti. Shuning uchun xuddi shunaqangi holat bo'yicha savolim bor. Ba'zi bir aka-ukalarimiz gransiyadan qaytyapti, O'zbekistondan, Tojikistondan kelayotganlar prosta qaytarib yuborishyapti. Ular oldin dokument bilan ishlagan, o'sha qaytarayotganlarni zapreti borligi uchun qaytaryaptimi yoki shunchaki ham qaytaryaptimi? Nima deb o'ylaysiz? Endi bu yerda ham shu ikki qismga bo'linadi. Ya'ni birinchisi, kimlardir haqiqatan zapret vidvarinasi bor, ularni qaytarayotgan bo'lsa, qo'lida qog'oz beryapti. Misol uchun falon statiya, falon podpunkt, falon qismi bilan zapret qo'yilgan falon muddatga deb qo'liga qog'oz beryapti. Ya'ni bular bu qism, birinchi qismi bu oldindan bor edi va hozir ham bor. Ya'ni zapreti bor bo'lsa, vidvarinasi bor bo'lsa, Rossiyaga kirgan qo'ymaydi. Va ikkinchi qism bu sababsiz qaytarilayotganlar. Ya'ni ba'zilarining telefonlari tekshirilyapti, ba'zilari aytaylik og'zaki aytaylik savol-javobdan keyin sababsiz qaytarib yuborilyapti. Ya'ni ba'zilarining o'zlariga aniq sababini aytmayapti, nima uchun qaytayotganligini. Endi bu oxirgi mana shu 2 yillik ichida juda ko'paydi bular. O'sha oxirgi migratsiya qonunchiligini aytaylik og'irlashtirish, qiyinlashtirish bo'yicha kampaniya boshlangandan keyin mana shu voqealar bo'lyapti. Endi qaytganlar keyin nima qilish kerak degan savol borda bu yerda. O'sha sababsiz qaytarib yuborganlarni ba'zilariga 30-35 yilga Rossiyaga kirishga taqiq qo'yilgan. Ya'ni ular aniq kira olmaydi. Mana shu taqiq qo'yilganlar sud orqali yechsa bo'ladimi? Yo'q, hozircha o'sha bu taqiqni o'sha Federal xavfsizlik xizmati qo'yyapti, Rossiya Federal xavfsizlik xizmati va bunday zapretlarni sudlar bekor qilib berganlik holati yo'q. Ya'niki hozirgi kunda men qaysi kuni ko'rdim, birgina Meshanskiy rayon, en asosan Meshanskiy rayoni sudida ko'rib chiqiladi. Bu ishlar o'sha Federal xavfsizlik xizmatini o'sha rayonda joylashganligi uchun o'sha rayon sudi ko'rib chiqadi. 270 dan ortiq delani ko'rib chiqdim, birortasiga hali sud bekor qilib bermagan. Ya'niki o'sha Rossiyaga kiritilmasligini noqonuniy deb topgan emas. Shuning uchun hozirgi paytda aynan shu mavzuda sudlashni men maslahat bermayman. Aynan misol uchun pul tomonlama qiynalib yurganlarga bu riskka kirish to'g'ri emas, chunki deyarli sud bekor qilib berish ehtimoli yo'q. Endi bu yerda ikkinchi masala ham bor. Ba'zi o'sha qaytib ketganlarga zapret qo'yilmagan.
ya'ni shunchaki bir martalik отказ deb qaytarib yuborishgan. Aytaylik, pogran slujbaga yoki o'sha FSBga, federal xavfsizlik xizmatiga zapros yozsa, siz bir martalik qaytarib yuborilgansiz, sizga zapret yo'q deb javob kelyapti. Shu zaprosni yozishni bilmaydiganlar bor-da, misol uchun ular sizga murojaat qilsa yordam bera olasizmi? Albatta, bu mavzuda ham yordam beramiz. Endi zapret bo'lmasa ham nima uchun kira olmaydi degan savolga hozircha javob yo'q. Lekin o'sha zapreti yo'qlarda aytaylik ba'zilari kira olyapti. Misol uchun shu kungacha menga ma'lum bo'lgan 4 kishi kirib keldi. Ya'ni bir marta qaytgan, 2 marta qaytgan, 3-chi martasiga tekshirib ko'rgan, haqiqatan hali ham zapret yo'q, urinib ko'rganda kirib kelyapti. Ya'ni oz bo'lsa ham shunaqa holatlar ham uchrab turibdi. Imенно zapreti yo'qlar. Hozirgi kunda endi sim karta muammolari ko'tarilyapti. Sim kartalarni подтвердить qilish uchun gosusluga o'tish kerak. Gosusluga o'tish haqida ham bir o'zlaringizni fikrlaringizni aytib o'tsangiz aka. Xo'p, gosluga ochish bo'yicha hozir oldin hamma infeksiyalarda gosluga ochsa bo'lar edi. Hozirgi kunda hamma infeksiyalar emas, faqatgina o'sha ro'yxat e'lon qilingan qaysi infeksiyalar qabul qiladi immunitet muhojirlarni va o'sha infeksiyalargina goslu ochishga yordam berishyapti. Va goslu ochishda yana bir aytaylik lifehack aytib ketadigan bo'lsak, bu agar Sinils bilan Sberbank kartasi bitta pasportda olingan bo'lsa, pasportdagi ma'lumotlar to'liq bexato yozilgan bo'lsa, infeksiyaga bormasdan turib Sberbank onlayn orqali подтверждать qilsa ham bo'ladi, o'sha gosluga ochsa ham bo'ladi. Sim kartani aytaylik oformit qilish uchun bu hozirgi kunda biometriya topshirish kerak. Biometriyani eng oson yo'li bu hozir Sberbank o'sha bank bo'limlarida. O'sha yerga borib avval gosluga ochadi, keyin borib biometriya topshiradi, ana undan keyin sim karta olsa bo'ladi. Hozir qisqacha tushuntirib ketsak, birinchi o'rinda sim kartani подтвердить qilish uchun tushunishim bo'yicha gosusluga ochadi. Gosusluga uchun Sinils kerak bo'ladi. Yana nimalar kerak bo'ladi? Pochta, telefon raqam. Gosluga ochish uchun telefon o'zi shart emas umuman olganda. Agar bor bo'lsa yaxshi, yo'q bo'lsa nima bilan ochsa ham bo'ladi. Elektron pochta bilan ochsa ham bo'ladi. Avval Sinils oladi. Sinils agar bor bo'lsa avval gosluga ochadi. Gosluga ochgandan keyin biometriya topshiradi bank bo'limida borib. Ana undan keyin borib sim karta oladi yoki sim kartasi bor bo'lsa подтвердить qiladi. Naimjon aka 30-iyundan QR kod olish shartmi va qanday va qachon, qayerdan olsa bo'ladi? Xo'p, hozirgi aktual ma'lumot shuki, ya'ni bekor qilingani yo'q. 30-iyundan keyin uje har bir Rossiyaga kelmoqchi bo'lganlar oldindan QR kod olishi kerak. Bu haqida agar o'zgartirish kiritilsa yana xabar qilamiz. Endi hozirgi ma'lumot shunday. QR kodni Rossiyaga kirishdan kamida 3 kun oldin olish kerak bo'ladi. O'sha QR kod olish uchun alohida o'sha приложение e'lon qilamiz deyishgan. Hozirgi kunda e'lon qilingani yo'q, ya'ni bugungi kunning holatida va QR kod 90 kun amal qiladi. Ya'ni QR kod olindimi, 90 kun ichida Rossiyaga kirish kerak. Agar 90 kundan keyin kirmoqchi bo'lsa, yana boshqatdan olish kerak bo'ladi. Endi QR kod olishi shart bo'lmagan insonlar ham bor, bu Belorussiya fuqarolari va 6 yoshgacha bo'lgan balog'atga yetmagan bolalar. Undan boshqa hamma olishi kerak. Agar srochniga, ya'niki shunaqa vaziyat bo'lib qolsa tezroq kelish, unda srochni holatda ham olish imkoniyati yaratiladi deyapti. Ya'ni bir kimdir og'rib, kasal bo'lib qolsa, kimdir vafot etib qolsa, shunaqa aytaylik imtiyozlar ham beriladi deb nima qilishgan. Endi baribir o'sha приложение chiqishini kutishimiz kerak. Juda ko'p ma'lumotlar aynan chiqqandan keyin ma'lum bo'ladi. QR kod olganlarning hammasi aniq Rossiyaga kiritiladimi? Yo'q, hozircha aytaylik qonunchilik bo'yicha bu haqida aytaylik qanaqadir konkret narsa aytilgani yo'q. Ya'ni QR kod olinganlarida aytaylik oldindan biz tekshirib qo'yamiz, QR kod berdikmi aniq Rossiyaga kiradi degan aytaylik qanaqadir va'da berilgani yo'q. Bu qonunchilikda ham ko'zga tutilmagan hozircha. Men ko'rgan, eshitgan ma'lumotlarga qaraganda QR kod zapreti bor, deporti bor insonlarga berilmas ekan. Endi bunday bo'lishi mumkin. Ya'ni bu umuman olganda mantiqqa to'g'ri keladi, lekin hozirgi vaziyatda, ya'ni o'sha zapret dvorenasi yo'qlarni ham kiritgani qo'ymayotgan holatlar bo'lyapti-da hozir. Ya'ni mumkinki QR kod olgan bilan bu yerda kelgandan keyin yana o'sha telefonini tekshirib yoki qanaqadir doполнительный tekshiruvlar o'tkazilsa, shu tekshiruvlardan o'tmaganlar o'tolmay qolsa qaytarish mumkin. Tushunarli. Xo'sh. Keyin aka, biz shunaqa narsalarni eshityapmiz. Sentyabrdan nima o'zgarishlar bo'ladi? Registratsiya, patent tartibi Moskva, Moskovskiy oblast bitta bo'ladi deyishyapti.
Xo'p, sentyabrdan asosan ikkita yangilik kutyapti bizni. Hozircha birinchisi registratsiya, ya'ni o'zimiz xalq orasida registratsiya deb aytiladigan qonun tilida migratsion uchot deyiladi. Ya'ni o'sha registratsiyada qilishda Moskovskiy oblastda aytaylik yangi qoida nima qilishmoqchi, joriy qilishmoqchi. Agar bu qoida ishlab ketsa, mumkin boshqa regionlarga ham aytaylik amal qilishni boshlaydi degan nima bilan e'lon qilishgan. Xo'p, xullas Moskvada hozirgi bor ma'lumotga qaraganda o'sha Rossiyaga kelgan muhojirlarga o'sha migratsion sentr, ya'ni Saxarova o'zi registratsiya qilib beradi va undan tashqari har bir o'sha fuqaro, migrant o'zi yashaydigan joy haqida o'sha gosluga orqali o'zi xabar beradi. Misol uchun qaysi ko'cha, qaysi xonadon, qaysi kvartirada turishligi haqida o'zi ma'lumot yuborib va o'zi o'sha lokatsiyasini tashab qo'yadi, ya'ni o'sha местоположениесini tashab qo'yadi, tasdiqlab. Ya'ni shunaqa tartib joriy qilish haqida qonun kuchga kiradi. Ikkinchi narsa bu o'sha Moskovskiy oblasti patentini oldin ikkita region uchun alohida patent edi. Bundan keyin o'sha Moskva bitta patent bilan ham Moskva ham Moskovskiy oblastga ishlashga ruxsat beriladi. Men o'ylaymanki, bu juda ham yaxshi xabar aka-ukalarimiz uchun, chunki Podmoskvada bir qadamda MKdan tashqari ichkarida ko'pchilik ishga kelib qoladi, shularni ushlab deport, zapret qilyapti, patentlar kuyapti. Keyin MVDni ma'lumot berishiga qaraganda 21 mingdan oshiq aka-ukalarimiz patentlari annulировать bo'lgan, kuygan. Bunga sabab nima bo'lgan aka? Xo'p, endi bunga sabab, asosiy sabab qilib ko'rsatilayotgan narsa bu o'sha 2 oy ichida ishga joylashganlik haqida UEDMni topshirmaslik bo'lyapti. Ya'ni qonun bo'yicha patent olingandan keyin 2 oy ichida ishga joylashib, turdovoy dogovor olib, o'sha turdovoy dogovor tuzganlik haqida UEDMni yuborish kerak. Aynan mana shu UEDMni yubormaslik patentni o'sha 2 oy o'tgandan keyin patentni bekor qilish ga sabab bo'ladi va bu yerda asosiy qo'yilayotgan xato shu bo'lyaptiki, o'sha UEDMni ish beruvchi, ya'ni firma o'zi ham UEDMni yuborishi kerak va o'sha ishga joylashgan muhojir ham o'zi ham yuborishi kerak. Bu yerda ko'pchilik chalg'itayotgan narsa shu bo'lyapti. Ya'ni firma yoki o'sha UEDMni qilib beradigan xodimlar aytayaptiki, biz UEDMni yubordik, sen yubormasang bo'ladi deyapti va o'sha muhojirlarimiz yubormaganligi sababli ularni patenti bekor bo'lib qolyapti. Bu yerga e'tibor qilish kerak. Firma UEDMni yuboradigan u firmani o'zini majburiyati va muhojir ham o'zi o'sha UEDMni yuborishi kerak. Shuning uchun bunday gaplarga aldanib qolish kerak emas. Firma yuboradigan UEDMni отдельно alohida, bu muhojir yuboradigan UEDMni alohida. Shu joyga ham e'tibor beringlar. Firma sizlarning nomlaringizdan, patent olganlaringizdan keyin UEDMni yubordimi? O'zinglar ham yuborishga harakat qilinglar. To'shta harakat qilish kerak bu ishda. Keyin undan tashqari aka, ko'pchilik aka-ukalarimiz ba'zi bir sabablarga ko'ra MVD выдворение qilyapti. Shuni 10 kun ichida обратно обжаловаться qilsa bo'ladimi yoki уже kech bo'ladimi? Xo'p, haqiqatdan oldin faqatgina sudlarga bunday huquq bor edi vidvoreniya qilish. Hozirgi kunda MVD sudsiz o'zi vidvoreniya qilishga haqqi bor va eng yomon tomoni, oldin sud vidvoreniya qilsa 10 kun ichida apellyatsiya sudiga murojaat qilish mumkin edi. Agar 10 kunlik muddat o'tib ketsa, kassatsiyaga sudiga murojaat qilish imkoniyati bor edi. Misol uchun keyin kassatsiya sudiga murojaat qilinardi, kassatsiya sud bekor qilib bermasa, undan keyin Verxovniy sudiga murojaat qilsa bo'lardi. Va hozir MVD vidvoreniya qilyapti. MVD chiqargan постановлениeni 10 kun ichida обжаловать qilinmasa, undan keyin уже kassatsiya sudiga murojaat qilib bo'lmaydi. Chunki kassatsiya sudi faqatgina sud qarorlarini qaytadan ko'rib chiqadi, MVD qarorini emas. Ya'ni MVD постановление chiqardimi, agar aytaylik nohaqi bo'lsa yoki qanaqadir bekor qilishga aytaylik asoslari bo'lsa, harakat qilish kerak o'sha 10 kunning ichida обжаловать qilishga. Chunki 10 kunning ichida обжаловать qilinsa, bir marta, misol uchun aytaylik rayon sudiga обжаловать qilindimi, rayon sud bekor qilib bermasa, aytaylik shahar sudida, shahar sudi bekor qilib bersa kassatsiya, Verxovniy, ya'ni bir necha pog'ona o'sha sudlarda sudlashib urinib ko'rish mumkin bo'ladi. Va bu yerda hozir oldin misol uchun sudda olib borganda ko'pchilik bilardiki, uni vidvoreniya qilyapti. Ya'niki sudga olib borgan odam o'sha sezardiki, uni vidvoreniya qilishyapti. Va hozirgi kunda MVD bu ishda qilayotganligi sababli ko'pchilik o'sha qog'ozlarga qo'l qo'ygan paytda e'tibor bermayapti nima yozilganligini va o'zi vidvoreniya qilinganligini hattoki sezmayapti. Ya'ni politsiya xodimlari aldab qo'yapti, faqatgina shtraf qilamiz xolos seni deb. Aslida u shtraf s administrativniy vidvoreniya bu, ularda vidvoreniya ham qilyapti. Shuning uchun qo'l qo'yishdan oldin u narsaga, hujjatlarga e'tibor berish kerak. Agar shtraf s administrativniy vidvoreniya deb yozilgan bo'lsa, demak vidvoreniya ham qilishyapti. Agar shtraf bez administrativniy vidvoreniya deb yozilgan bo'lsa, demak vidvoreniya qilmasdan faqat shtraf qilishyapti.
agar qanaqadir muammo bo'lib выдворение bo'lib qolgan aka ukalarimiz bo'lsa, sizga murojaat qilishsa, siz mana shu выдворениeni yechishga yordam bera olasizmi? Albatta bizga murojaat qilsa biz avval vaziyatlarni o'rganib chiqamiz. Misol uchun ba'zan bo'ladi yutish ehtimoli aytaylik 80-90% bo'ladi, ba'zan 50-50, ba'zan ehtimol juda kam bo'ladi. Biz uni o'sha sudda yutib chiqish ehtimoli qanchaligini bir taxminan aytib aytaylik u kishini fikrini bilamiz. Agar rozi bo'lsa urinib ko'ramiz. Sud ishlarida hech qachon hech bir ish u 100%lik bo'lmaydi, chunki oxirgi so'zni baribir aytaylik sudya qabul qiladi oxirgi qarorni. Shuning uchun bu yerda kimdir katta va'da berishligi yoki mana bizda bo'ladi, biz aytamiz umid juda kam desak, boshqa bir odamni oldiga borsa u aytadiki, yo'q aniq yutsa bo'ladi deydi va oxirida yuta olmaydi. Ya'ni seravno aytaylik o'sha oxirgi so'zni sudya aytadi. Shuning uchun bu yerda biz agar umid kam desak, demak bu haqiqatan umid kam. Xo'sh, vaziyatdan sudni qaroridan kelib chiqib nuqta qo'yilar ekan sizlar aytishdi. Shunday vaziyatga faqat sud nuqta qo'yadi, ya'niki bu yerda advokat yoki yurist u 100% garantiya bilan ish qila olmaydi baribir. Aka ukalarimiz avvalambor bunaqangi holatga sizlar tushinglarni tilamaymiz, lekin bu musofir yurtda mana shunaqangi holat bo'lib выдворение olib qolgan bo'lsalaringiz, bilib bilmay yurist akamizni kontaktlarini qoldirib ketamiz, bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Qo'llaridan kelganicha yordam berishga harakat qilishadi. Albatta, hozir shu yerda yana bitta narsani qo'shib ketishimiz kerak. Ya'ni MVD qanaqadir hujjatlar tuzayotgan bo'lsa, qonun buni taqiqlamaydi, harakat qilish kerak rasmga olishga. Hech bo'lmasa o'qib, qaysi statiya yozilyapti, nima yozilyapti buni bilib qolish kerak. Sababi odamlarga murojaat qilib bilib olsa bo'ladi. Aha, buni rasmga olishdi, masalan, qo'l qo'y degan payt rasmga olish bu hech qanday jinoyat hisoblanmaydi. Shuning uchun qo'rqmasdan rasmga olish kerak. Aksariyat holatda o'sha hujjatlar tuzilib, hamma narsani qilib, oxirida kopiyasini berish kerak. O'sha postanovleniyani kopiyasini ham berishmayapti va bizga murojaat qilganda o'zi nima bo'lgan, nima voqea bo'ldi, nima ayblov qo'yildi degan savolda o'sha muhojirga javob yo'q. Mana shu narsa ko'pchilik aka ukalarimiz bilib bilmay qo'l qo'yib выдворение olishyapti. Shuning uchun mana shu joyga e'tibor beringlar. Sizlarga bir narsaga qo'l qo'y deb so'rayaptimi, siz rasmga olinglarda va yuristlarga yoki rus tilini yaxshi biladigan insonlarga rasmni tashlab bersalaringiz, sizlarga perevod qilib aytadi, keyin agar to'g'ri bo'lsa qo'l qo'yasizlar, agar sizlarga ma'qul kelmaydigan noo'rin harakatlar bo'layotgan bo'lsa qo'l qo'ymaysizlar. To'g'rimi aka? Shunday. Naimjon aka, qanday holatlarda zapret va выдворениеlarni, deportlarni bekor qilsa bo'ladi? Xo'p, endi bu yerda aytaylik ishonch bilan bekor qilsa bo'ladi degan statiyalar o'zi ko'p emas. Ya'ni bu birinchisi Patpunkt 10 Chasper statiya 27/114. Ya'ni Rossiyada qanaqadir qarzdorlik, bu nalogdan bo'ladimi, shtrafdan bo'ladimi, ya'ni to'lanmagan nalog, to'lanmagan shtraflari bor bo'lsa, shu statiya bilan zapret qo'yiladi. Bu aytaylik statiya bilan qo'yilgan zapretlarni bekor qilishda hech qanday muammo yo'q. Avval o'sha qanaqa qarzdorlik borligi, qanchaligi va qanday to'lash mumkinligi haqida zapros yozib javob olinadi va o'sha shtraflar to'lab, o'sha kvitansiyalar o'sha zapret qo'ygan davlat organiga yuborilgandan keyin u zapret bekor qilib beriladi. Va ikkinchisi aytaylik muammosiz hal bo'ladigan zapretlardan biri bu yuqumli kasalliklar sababli qo'yilgan zapret. Ya'ni Rospotrebnadzor degan o'sha davlat organi bor Rossiyada. Bu 4 ta kasallik bo'yicha Rossiyaga kirishga taqiq qo'yishga haqqi bor bu organ. Ya'ni nijelatilность deydi o'zi aytilishida. Demak bu kasalliklar sifilis, tuberkuloz, keyin SPID va lepra degan yuqumli kasallik bor. Endi hozirgi kunda uchramaydi bu kasallik. Xullas shu 4 ta kasallik bo'yicha o'sha zapret qo'yadi. Va bu 4 ta kasallikdan ikkitasi, ya'ni sifilis bilan tuberkuloz davolansa bo'ladigan kasallik. Ya'ni agar aytaylik Rossiyada qachon patentgami yo boshqa joydami o'sha doktorga murojaat qilganda, analiz topshirganda, uni aytaylik unda o'sha sifilis yoki bo'lmasa tuberkuloz kasalligi aniqlansa yoki o'sha kasallikka shubha paydo bo'lsa, zapret qo'yiladi. Va bu zapretlar misol uchun o'sha aytaylik mana O'zbekistonda turgan bo'lsa, O'zbekistonda davolanadi. Buni o'sha Sog'liqni saqlash vazirliklari belgilangan tartibi bor, o'sha lichena olish, o'sha kurslar bo'yicha lichena oladi, davolanadi va o'sha O'zbekistonda misol uchun spravka tayyorlaydiki, mana shu aytaylik shu turdagi lichenalar olindi, kurslar davolandi va hozirgi kunda aytaylik unda o'sha tuberkuloz yoki sifilis kasalligi mavjud emas. Va bu spravkalarda bizga yuborishadi. Biz bu yerdan o'sha Rospotrebnadzorga murojaat qilib turib, Rossiyaga kirishga ruxsat olamiz. Ya'ni Rospotrebnadzor 3 oyga ruxsat beradi Rossiyaga kirib kelishga va Rossiyaga kirib kelgandan keyin bu yerda o'zida
o'sha Rospotrebnadzor tasdiqlagan joylarida borib o'sha tibbiy ko'rikdan o'tadi, ya'ni analiz topshiradi. Va ana o'sha analiz natijalari agar tasdiqlansa haqiqatan hozirgi kunda kasallik yo'qligini, demak o'sha zapret bekor qilinadi. Va bu yerda endi lepra aytdik uchramaydi hozirgi kunda. Bu yerda o'sha spid kasalligi uchun ham qo'yiladi. Afsuski bu kasallik hozirgi kunda davosi yo'q kasallik hisoblanadi. Bu kasallik bilan kasallanganlarda faqatgina yaqin qarindoshida, aynan misol uchun aytaylik turmush o'rtog'ida Rossiya fuqaroligi bor bo'lsa, faqatgina sud orqali bekor qilish imkoniyati bor. Xo'p, bundan tashqari o'sha 15 tadan ortiq statyalar bor o'sha zapret qo'yilish bo'yicha. Demak, o'sha Rossiyada noqonuniy yurganligi uchun 1 yil ichiga 2 ta shtraf olganligi uchun yoki 3 yil ichida 2 ta shtraf olganligi uchun qo'yiladigan zapretlar bor. U zapretlar birinchidan bekor qilish mumkin bo'ladi va qachonki o'sha qo'yilgan ayblov bo'yicha unda ayb bo'lmasa. Misol uchun ba'zilar Rossiyada kelib patent qilib qonuniy yurgan, ketganidan keyin ko'radi zapret qo'yilgan. U yerda unga ayblov qo'yilganga Rossiyada noqonuniy yurgan deb turib, bu kishi patent hujjat qilib yurgan. Mana bunday holat bo'ladigan bo'lsa, bu ham tez-tez uchrab turadi. Mana shunday holatlar bo'lsa biz uni ko'rib chiqamiz. Agar haqiqatan hujjat bilan yurgan bo'lsa, buni ham bekor qilsa bo'ladi. Ya'ni qo'yilgan ayblov bo'yicha aybi bo'lmasa, bu zapretni bekor qilsa bo'ladi. Va bu yerda asosiy yana bir narsa, bu hozir aytganimizdek o'sha oldin sudlar tomonidan vidvarena qilinardi, hozir MVD tomonidan qilinyapti. Bu asosan o'sha 18-10 statyalari bilan, ya'ni ma'muriy huquqbuzarlik bo'yicha o'sha davlat kodeksini. Demak, bu yerda imkoniyatlar yana sal ko'proq. Nimada deganda, sababi shundaki, bu o'sha ma'muriy huquqbuzarliklar haqidagi kodeksda yozilgan. Chiqarilgan qaror qonuniy bo'lishi uchun faqatgina aytaylik ayblanayotgan shaxsning aybi tasdiqlanishi yetarli emas. Hujjatlar ham qonunchilikda belgilangan tartibda tuzilgan bo'lishi kerak. Ya'ni misol uchun yaqinda bo'lgan bir voqea, demak, taksi haydovchisi poyezd yo'lida qizilda svetoforda o'tib ketadi. Buni GAI xodimi chetdan yashirinib videoga oladi va to'xtatib unga protokol tuzadi. Va protokol tuzib, protokolni sudga oshiriladi, chunki bu statya bo'yicha o'sha lisheniya qilish mumkin, ya'ni haydovchilik haydash, mashina haydash huquqidan mahrum qilish mumkin. Bu delani sudga oshirishadi. Va biz haydovchini qo'lida bergan protokol kopiyasini qarasak, ikkita chiziq to'ldirilmay qolib ketgan. Va sudda borganimizda ko'rsak, sudga taqdim qilingan protokolda o'sha ikkita chiziq to'ldirib qo'yilgan. Ya'ni GAI xodimi shoshilib protokol tuzgan, ikkita chizig'ini to'ldirish esidan chiqib ketgan va sudga yuborishdan oldin ko'rib qo'ygan uni, sudga yuborishdan oldin shartda o'shani to'ldirib qo'ygan o'zicha. Bizni qo'limiz, bu shofyorning qo'lida kopiya bor, unda yozilmagan. Biz sudda borganda aytamiz, muhtaram sud, bu yerda protokolning kopiyasida ikki chiziq to'ldirilmagan bo'lgan va keyinchalik GAI xodimi buni to'ldirib olgan. Demak, bu noqonuniy hisoblanadi. Qonun bo'yicha protokolda o'zgartirish kiritish uchun agar mabodo qanaqadir xatolik, kamchilikka yo'l qo'yilgan bo'lsa, aytaylik o'sha ayblanuvchini o'zini chaqirib, uni oldida o'zgartirish kiritib, keyin u qo'l qo'yish kerakki, haqiqatan shu o'zgartirishga roziman deb. Ya'ni mana shunday hujjatlarda agar qanaqadir noto'g'ri aytaylik tuzilgan bo'lsa, bu ham o'sha sud qarorini bekor qilishga demak asos bo'ladi, sabab bo'ladi. Endi vidvarena masalasida misol keltiradigan bo'lsak, aksariyat juda ko'p bo'layotgan xatoliklar shuki, Rossiyada patentsiz yurganlar 115-federal qonunni buzgan hisoblanadi. Ya'ni ayblov shunday qo'yilishi kerak, 115-federal qonunni buzdi deb qo'yilishi kerak. Agar patenti bo'lsa-yu registratsiya qilmagan bo'lsa, migratsion uchot yoki prodleniya qilmagan bo'lsa, bu 109-federal qonunni buzdi deb ayblov qo'yilishi kerak. Va juda ko'p holatlarda politsiya xodimlari o'sha delani hatto sudga olib borganda ham, o'zi vidvarena qilayotganda ham mana shu narsaga e'tibor qilmaydi. Ya'ni hamma politsiya xodimlari ham o'sha migratsiya qonunchiligini yaxshi tushunmaydi. Misol uchun registratsiya qilmagan odamga 109-federal qonunni buzdi deb ayblov qo'ymaydi, 115-federal qonunni buzdi deb ayblov qo'yadi. Va o'sha protokolda qo'yilgan ayblovdan tashqari chiqish o'sha mumkin emas. Ya'ni o'sha 9-federal qonun buzildi dedimi? Demak, o'sha nima noto'g'ri tuzilganmi? Undan yuqori sudga murojaat qilib turib, misol uchun biz aytamizki, qo'yilgan ayblov bo'yicha aybi yo'q.
Ya'ni uni aytaylik biz aytamiz mana registratsiyasi bo'lmagan, lekin aytaylik patenti yo'q deb 115-federal qonunni buzdi deb agar vidvareniya qilgan bo'lsa, biz aytamiz buni patenti bor, 115-federal qonunni buzdi deb buzmagan. Ya'ni agar sudya e'tiroz qilsaki, yo'q bu 109-federal qonunni baribir buzgan u desa, biz aytamizki sudda haqqi yo'q, u boshida qo'yilgan ayblovni o'zgartirishga. Tushunasizmi? Ya'ni mana shu tomonlar ham sudda yutib chiqish imkoniyati bo'ladi va bizni praktikamizda shunaqangi chigal holatlarga tushib qolgan ko'kalarimiz misol uchun murojaat qilsa, bularni hal qilsa bo'ladi. Qo'ldan kelgancha yordam bera olasiz. Albatta, biz ko'rib chiqamiz o'sha murojaat qilishsa va bizni o'sha aytaylik imkoniyat qanaqaligini aytamiz. Undan tashqari menga juda ham ko'p kommentariyalarga shunaqa savollar kelyaptiki, misol uchun O'zbekistondan kelayotganlar ular tushunarli QR kod qiladi, 3 kun oldin kirib kelishadi. Lekin bu yerda yurib granitsaga kirdi chiqdi qilmoqchi bo'lganlar nima qiladi? Keyin yana shunaqa savol kelyapti. Biz reyestrga tushib qoldik aka. Granitsaga kirdi chiqdi qilsak ochilib ketadimi deb so'rashyapti mendan. Endi qarang, birinchi savolingizga, ya'ni granitsadan borib kelish masalasi, boya aytganimizdek, granitsadan kirish uchun 3 kun oldin QR kod olish kerak va shu QR kod 90 kun muddatda amal qiladi. Rossiyani ichida turib ham shu QR kodni olib kirib chiqdi qilsa bo'ladi. Endi bu haqida qonunda yo'q. Ya'ni bu haqida ma'lumot hozircha yo'q. Ya'niki mumkinki katta ehtimol bilan Rossiyani ichida turib ham QR kod olish imkoniyati bo'ladi va o'sha QR kod olgandan keyin granitsa borib kelsa bo'ladi. Ya'ni meni fikrimcha shunday imkoniyat yaratiladi. Lekin bu baribir juda ham qiyin bo'ladi, chunki bunday holatda o'sha granitsadan o'tadiganlar juda ko'p. Ikkinchi savolgachi? Xo'p, ikkinchi reyestrga tushgandan keyin borib kelsak bo'ladimi deb so'radi, ochiladimi deyshadi. Xo'p, qarang, endi agar Rossiyada qonuni yurib turgan bo'lsa, yaxshisi avval reyestrdan chiqib, keyin granitsa borib kelish kerak. Ya'ni o'sha migratsiya bo'limiga murojaat qilib, reyestrdan chiqib, keyin borish kerak. Sababi nima? Aslida bu yerda qonun bor, praktika bor-da. Ya'ni qonunlar hamma vaqt ham amalda qonunda qanday yozilgan bo'lsa shunday ishlamaydi. Aynan hozir shu kecha kunduzda migratsiya qonunlari shunaqa bo'lyapti. Demak, reyestrga bir odam kiritilgan bo'lsa, u aytaylik hujjatlarini to'g'irlab olsa, qanaqadir kamchiligi borligi uchun reyestrga kiritilgan, hujjatlarini to'g'irlagandan keyin qonun bo'yicha bir sutka ichida u odam reyestrdan chiqarilishi kerak. Lekin mana shu belgilangan tartib hozir amal qilmayapti. Ya'ni keyin muammo nima bo'lyapti? Mana reyestrga tushib qolgan, ular reyestrdan chiqishdan ko'ra granitsa borib kelaman deb o'zlaricha o'ylaydi. Granitsa borib kelgandan keyin registratsiya qilishga muammo bo'lyapti. Reyestrga tushganlarga registratsiya qilib berilmasin degan aytaylik qanaqadir qat'iy aytaylik qonun bo'lmasa ham, ba'zi oddellar, ba'zi o'sha OVMlar registratsiya qilib beradigan o'sha migratsiya bo'limlari registratsiya qilib berishmayapti. Shuning uchun granitsada borib kelish mana shuncha xavfli tomoni bor, chunki granitsa borib kelgandan keyin bilasiz 15 kun ichida registratsiya qilish kerak. Agar 15 kun ichida reyestrdan chiqa olmasa, o'sha u registratsiya qilishga kechikadi. Shuning uchun birinchi o'rinda reyestrdan chiqishga harakat qilish kerak. Bo'lishi ham mumkin, shu reyestrdan chiqmasdan kirdi chiqdi qilaman deb qaytib kirayotganda kirolmay qolishi ham mumkinmi? Endi kira olmay qolish bu hozir hammaga barobar, ya'ni reyestrga bor yoki yo'q, u aytaylik Rossiyada qonun yurgan, noqonuniy yurgan va hatto mana shu granitsadan qaytib ketganlarning ichida vidnishtvasi, RVPsi borlari bor, oilasi, hammasi grajdanstvasi borlar bor. Ya'ni hammaga barobar bo'lyapti. Ya'ni u granitsadan holat bo'lishi mumkin. Granitsadan qaytarayotganlarni tanlab o'tirmayapti. U qonuniy yurganmi, noqonuniy yurganmi, uni vidnishtvasi bormi, boshqasi bormi, hech kim unga e'tibor qilmayapti. Hatto juda ko'p studentlar ham nima bo'lib ketgan, ochinida, kunduzgi bo'limda o'qiydigan studentlarimiz kirisha olmayapti. Shuning uchun u hammaga barobar. Mana videomiz yakuniga ham kelib qoldik. Obunachilarimizga nima maslahat bera olasiz, Naimjon aka? Xo'p, endi maslahatga keladigan bo'lsak, birinchi o'rinda til o'rganishimiz kerak. Bu hammamiz o'rganishimiz kerak. Qayerda ishlashimiz, yoshimiz qancha bo'lishidan qat'iy nazar, chunki bugungi kundagi muhojirlarning asosiy muammolari til bilmaslikdan kelib chiqyapti va muammolarni mustaqil aytaylik yuristsiz, advokatsiz hal qila olmasligi ham aynan til bilmaslikdan kelib chiqyapti. Shuning uchun hammamiz til o'rganishga harakat qilishimiz kerak. Modomiki shu Rossiyada ishlash niyatimiz bor, Rossiyada ishlayapmiz, tilni bilishimiz kerak. Til bilmasak aytaylik qiynalamiz. Ikkinchi asosiy muammo, endi yurist sifatida men shuni aytardimki, hech qachon hujjatlarga bilmasdan, tushunmasdan turib imzo qo'ymang.
qo'ymaslik. U отделda bo'ladimi, sudda bo'ladimi, bankda bo'ladimi, qayerda bo'lsa ham, chunki hozirgi kunda aytaylik o'sha firibgarlar ham juda ko'p. Отделениyalarda bo'layotgan voqealarda ham aytaylik politsiya xodimlari aldab hujjatlarga qo'l qo'ydirib olishyapti. Ya'ni shu darajada bu rivojlanganki, misol uchun sud materiallarini borib ko'rganingizda ko'rasiz, u yerda yozilgan, aytaylik men aytaylik mana Ruslan bilan dogovor tuzib shu yerda ishladim degan ma'lumot borda. Ruslan degan kim desangiz aytadi, yo'q men unaqa odam bilmayman deydi. Nimaga bunaqa yozgan desam, bilmayman, u yozib berdi, men qo'l qo'ydim deyapti-da. Ya'ni hatto o'sha yerda nima yozilganligini bilmasdan turib aytaylik imzo qo'ydirib olishyapti. Yoki bo'lmasa mana taksi haydovchisi, kuryerlar misol uchun mashina ko'p haydashadi. Ularga mana ichgansan deb ayblov qo'yyapti-da, agar analiz topshirishdan bosh tortsang qo'yib yuboraman deyapti. Ular bosh tortyapti, keyin uni aytaylik haydovchilik guvohnomasidan mahrum qilishyapti. Ya'ni o'qimasdan, tushunmasdan o'sha qilayotgan tuzilgan hujjatlarni oqibati nima bo'lishini bilmasdan turib imzo qo'ymaslik kerak. Va uchinchi aytaylik maslahat biladigan maslahatim shu ediki, hozirgi kunda juda ko'p Rossiyada yurgan muhojirlar o'zlari bir-birlarini mazax qilib, bir-birlarini obro'siga, aytaylik sha'niga putur yetadigan videolarni internetga joylashyapti, layk uchun yo boshqa obunachi yig'ish uchun. Bu TikTok bo'ladimi, Instagram bo'ladimi, hamma joy to'lib ketgan. Bu narsalar juda noto'g'ri. Chunki har bir tarqalayotgan video aytaylik boshqa millat vakillari, ruslar, boshqa xalqlar ularni ko'ryapti va yomon negativ ular muhojirlarga nisbatan shunaqa aytaylik yomon negativlar, shunaqa fikrlar paydo bo'lyaptiki, ular o'ylaydiki hamma muhojirlar mana shunaqa aytaylik qo'pol qilib aytganda ahmoq, hech narsani tushunmaydigan deb chetdan kelgan qishloqqa shunaqa darajaga tushib qolganmizda. Shuning uchun men iltimos qilardimki, aynan o'sha blogerlar bo'ladimi, vaynchi bo'ladimi, boshqami kimlar yaxshi tomondan ko'rsatib faqatgina joylayotgan o'sha kontentni, videolarni avval o'ylash kerak. U videoni faqatgina aytaylik o'zbeklar ko'rmaydi, uni boshqa millat vakillari ko'radi va uni ko'rayotganda ham o'sha imенно videoga olingan odam shunaqa ekan deb o'ylamaydi. U aytaylik o'sha o'zbek bo'lsa, o'zbeklar shunaqa ekan deb o'ylaydi, tojik bo'lsa, tojiklar shunaqa ekan deb o'ylaydi. Shuning uchun bunaqa videolarni joylash kerak emas. O'sha aytaylik imенно muhojirlarimiz mavzusida yoki o'sha imенно millatga ehtiyot bo'lish kerak. Yaxshi narsalarni ko'rsatib berishimiz kerak. O'zimizning madaniyatimizni chiroyli tomonidan ko'rsatishimiz kerak. Albatta, u negativ narsalarni ko'rsatish kerak. Meni 4-masala bu hozirgi kunda juda avjiga chiqqan, bu o'sha ayollarga shilqimlik qilish masalasi. Ya'ni ko'pchilik mana yosh bolalar, imенно aytaylik shu yosh bolalar aytaylik balog'atga yetgan, masalan, endi hayot ta'lim ko'rmagan yosh bolalar o'sha rus qizlariga yoki ayollariga yoki umuman o'zbek, tojik ayol qizlariga ham shilqimlik qilishni o'zlaricha bir odat, ya'niki bir hazil, o'yin, kulgu deb o'ylashadi. Afsuski Rossiyada bu bunaqa emas. Ya'niki har qanday shilqimlik boshqa u aytaylik juda yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ayniqsa balog'atga yetmagan aytaylik qizlar, qiz bo'ladimi, o'g'il bola bo'ladimi, ular bilan hazillashib boshqa qilib bo'lmaydi. Chunki oxirgi paytlarda juda ko'p shunaqa videolar ham tarqalyapti. Yosh, misol uchun o'zimiznikilar maktab talabalari bo'lgan qizlarga o'zlaricha shilqimlik qilishga harakat qilishadi. Undan tashqari shilqimlik qilishdan tashqari endi chetdan kelgan bolalar, misol uchun qishloqdan keladi, misol uchun boshqa joylardan kelgandan keyin qaraydi, chiroyli ko'rinadi ko'ziga, vasvasaga tushib, misol uchun nafs borda hammada. Gapirib ko'rsamchi degan fikr keladi. Buni shunaqangi pastavalar ham bo'lyaptiki, prosta maktab bolalarini yoshi katta ko'rinadiganlar ham bor-ku. Общиналар bor. Mana misol uchun hozir ko'rayotgan bo'lsalaringiz kerak, o'zingiz ham internetda pastava qilishyapti. Shunday keladi, bitta qizga gapiradi yoki saytda qanaqadir qiz topib oladi, qizlarni o'zi yozyapti. Mana shunaqangi holatlarga ham tushib qolmasliklarini so'ragan bo'lardik. To'g'rimi aka? Chunki bu spesialni qilayotgan ishlar, чтобы ularni ushlab, nakazat qilib, yanada yomon ko'rsatib, bu natsistlar orqali qilinayotgan pastavalar deb o'ylayman men. Albatta, shunga aynan shunaqa mavzular bilan shug'ullanadigan advokat bilan gaplashib qolganimda, o'sha advokat aytayaptiki, men juda ko'p mana shu nomusga tegish, shilqimlik qilish shunaqa ishlar bilan juda ko'p shug'ullandim deydi. Ko'p shug'ullanganligimdan deydi, men hozir deydi, agar listga kirmoqchi bo'lsam, o'sha
qaysi bir balog'atga yetmagan, ayniqsa deydi balog'atga yetmagan qizlar bo'lsa deydi, liftga kirsa deydi, men u bilan kirmayman liftga deydi-da. Ya'ni shu darajaga shunaqa ishlarni ko'p ko'rganligimdan deydi, men o'zim qo'rqaman, advokat bo'lib turib, o'zim qo'rqaman o'sha bilan birga liftga kirishga deydi. Agar o'sha birga liftga tepaga ko'tarilgan bo'lsa, liftda kamera bo'lmasa, o'sha qiz aytsaki, shu odam menga tegindi desa deydi, u odam agar teginmagan bo'lsa ham qamalmay iloji yo'q deydi. Ya'ni kamdan kam holatlarda u odam chiqarib olish imkoniyati bo'ladi. Ya'ni oddiygina bir tuhmat bilan qamalib ketish hech gap emas deydi-da. Tushunyapsizmi? Ya'ni advokat aytadiki, men shu ishlarda shunaqa voqealarni ko'rgandan keyin hozir deydi, o'zim balog'atga yetmagan qiz bilan yolg'iz liftga kirmayman deydi. Agar kiradigan bo'lsa, kutib turaman, chiqib ketadi, boshqatdan keyin lift chaqirib lift bilan chiqaman. Shuning uchun bu narsalarga o'yin kulgi deb bilish kerak emas. Ayniqsa Telegram, WhatsApp yoki qanaqadir boshqa o'sha sotsial saytlar bilan, tanishuv saytlari bilan nima qilib oldinroq bo'lgan voqea o'sha qanaqadir behayo rasmlar tashlagan bir-biriga va u qiz balog'atga yetmagan bo'lib chiqqan. Bundan aytaylik, uydagilari xabar topishgan, politsiyaga murojaat qilishgan. Bu bola Tojikistondan kelib aeroportda tushganda aeroportdan olib ketib qolishgan. Ya'ni u meni bilmaydi, tanimaydi, topolmaydi degan narsalar hozirgi zamonda o'tmaydi. Chunki har qanday aytaylik o'zini yashirgani bilan baribir hozirgi texnologiya bilan aniqlashadi kim bo'lganligini. Juda oson va baribir javobgarlikka tortishadi. Birgina o'sha balog'atga yetmagan qiz bilan gaplashib, behayo rasmlar tashlaganligi uchun 8 yil hozir jazo berishdi. Mana do'stlar, eshitdingizlar, men o'ylaymanki, bugungi video roligimiz sizlar uchun manfaatli va foydali video bo'ldi do'stlar. Videomizni qo'llab-quvvatlash eslaringizdan chiqmasin. Albatta like bosing. Biz siz uchun harakat qilyapmiz va sizni har bir bosgan like'ingiz, yozib qoldirgan savolingiz va yozib qoldirgan omad tilab yozib qoldirgan kommentariyangiz biz uchun motivatsiya bo'ladi va biz sizga kerakli bo'lgan videolarni chiqarishda davom etamiz. Sizlardan iltimos qilgan bo'lardim, videoni maksimalni qo'llab-quvvatlang va mana shu videoni tanishlaringizga, do'stlaringizga ulashib qo'ying, foydali va manfaatli bo'ladi. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Kelgusi video roliklarda ko'rishguncha salomat bo'ling.